Buxoroda O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artist Gulbahor ham Erqulova mehmon bo'lib turibdilar. Assalomu alaykum. Buxoroda edik. Shogirdimiz mana Murodjon to'yiga kirdik. Mana oygur har kelganda bular kutib olishadi. Mana xo'jayini Nurbek, Rustam, endi mana voy bu Amerikalarda hamma qaysi davlatdan sanigani. Bular hammasi shunaqa mehmon do'st. Mana shu Buxoroning eng yaxshi ustoz san'atkorlari. Sog' bo'lishsin. Bugun ko'rishib qolmaydim. 3 kundan beri Buxoroda mana lab hovuzni ko'rmadim deb. Kechqurun keldik, mana o'tiribmiz. Bizga yaqinlar. Kofe ichaylik deb amerikani ichamiz. Sheflari ham yo'q demadi. O'zi yopishayotgan ekan. Bizga mayli yarim soat. Sayt aka umrlari uzoq bo'lsin. Sog' bo'lsinlar. Ha. Bizga darodasi qilib, hurmatlar. Kelinglar. Buxoroy sharifga labavuzga. Voy, shunaqa chiroyli joy ekan. Buxoroga kelganimni endi sezdim. Mana shogirdlarimiz mana shu yerda ishlashar ekan. Maza-ku. Buxorolik bo'lganda mana shundan ketmas edim. Nima bor Toshkentda? Hali kinoda ishladik. Qavo bola, qayerga ketdi Toshkent? Toshkentda nima bor dedi. Oygina Toshkentda nima bor senga dedi-yu. Buxorodan chiqdi. Eng baxtlisi Rustam cho'p. Shuhratjon, xizmat ko'rsatgan artist ustozimiz Buxoroy sharifga mehmon bo'lib turibdilar mana. Ana Buxoroy Minorai kanal kanalini ko'rsatdik sizlarga.